20 yildan beri men 9-hafta korxonada ish faoliyati olib kelaman. Isuzu avtobus MP26 rusumli avtobus haydayman. Ertalab kelib shu ishchi xodimlarni karyer hududiga olib borib, peresiminga qildiramiz. Karyer hududida olib yuramiz. Bizning ish faoliyatimiz juda bir muhim narsa. U 25 kishining hayoti bizning qo'limizda. Shularni imkon qadar oilasiga sog' salomat olib kelishga harakat qilamiz. Karyer hududida ham juda bir ehtiyotkorlik bilan yuramiz. İşimiz juda mas'uliyatli. Katta texnikani boshqarish albatta qiyinchilik tug'diradi, o'ziga yarasha mas'uliyati og'ir bo'ladi uni. Yerda 25 ta odamni hayoti sizning qo'lingizda bo'lgandan keyin albatta katta mas'uliyat bo'ladi bo'yningizda. Harakat qilamizki, shu qiyinchilik tug'dirmaslikka. Endi imkon qadar qo'limizdan kelgancha harakat qilib ishlaymiz. Endi har kungi ishimiz, mas'uliyatimiz, oilamizni shu ish orqali boqamiz. 20 yildan beri boshqarmagan texnikamiz qolmagan. Hozir bizlarning jamoamiz juda ajoyib jamoa. Hammamiz hamjihatlikda bir-birimizga yordam qilgan holda, bir-birimizdan so'rab, bilmagan narsalarni o'rgatib, hamjihatlikda ishlaymiz. Haydovchilik endi shu yoshligimizdan shu kasbni tanlab ishladik va hayotimning bir qismi deb bilaman uni. Men busiz hayotimni tasavvur ham qila olmasam kerak. Albatta, Shernazar Qulahmedov singari malakali haydovchilar o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishlari tufayli har qanday yuqori murakkablikdagi vazifalarni muvaffaqiyatli yechishga qodir.